Alo. Kim bu? Nodir bormi? Yo, adashdingiz. Uzr aka. O'zing olgin deganman-ku. Ishqilib ko'tarsin-da. Alo. Nima o'zing olmaysan-a? Ish qilyotgandim. Salom qani? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bo'pti, ishing qilib bo'lgandan keyin mashinada telefon qilib, adam minutlar tugab qolsa o'ldiradilar. Xo'p. Ishing qilib bo'ldingmi? Ha, boshimni yuvib chiqdim. Har kuni boshing yuvasanmi? Bir haftada 3 marta yuvaman-ku. Uzun akkuratni ham. To'xtang, joyimga yotib oling. Mana joylashib oling unda. Ko'ylakdan yotasanmi? Jinnimisiz? Sen bir o'zing yotarding-a? Ha, bitta o'zim yotaman. Faraz qil. Charchadim, xulayli. O'zi endi gaplashishni boshladik-ku. Bo'pti, gapir. Kelajakda nechta bolamiz bo'ladi? 4 ta. Voy, men qiynalib qolaman-ku. Qarashib o'raman. Birinchi o'g'il bo'lsa, ismini Saydolloh qo'yamiz. Rahmat dedi odamning ismlari. Behruz qo'yaylik. Nima? Behruz degan yigiting bo'lganmi deyman-a? Yo'q, hech qanaqa yigitim bo'lmagan. Bitta sizku manda. Voy jonim, nima bo'ldi? Shamolladingizmi? Prosta yo'taldim. O'zingizga qarang, hali menga ancha keraksiz. O'lib qolsam, boshqasi bilan gaplashasanmi? Siz o'lsangiz, men ham o'laman. Assalom o'zim. Uxlaymizmi? Billami? Jinnavoy. Shuncha paytdan beri gaplashyapmiz. Qachon ko'rishamiz-a? Hop, ertaga bo'lsa Ro'nishda milliy bog'da ko'rishamiz, o'qishdan chiqqandan keyin. Sizni qanaqa qilib tanib olaman? Qora kepkada bo'laman. Xo'p, bo'pti, yaxshi dam oling jonim. Hop, mana adam telefonlarini zaryadga qo'yishim kerak. Xo'p, qo'ya qoling. Sana ham yaxshi dam ol jonim. Siz ham yagonam. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. G'ulom aka? Bizni tanishmizmi? Ha, men Guliman. Kepkada bo'laman dedingiz-ku? Yana ovozga aldandim. Aylanamizmi? Yo'q. To'xtang! Uylanaman dedingiz-ku.